Hop, Google ga yozamiz, Google forma deb. Google forma. Hop, mana shu yerda birinchi chiqqaniga bosaman. Lichensiyali открыть Google formi bosamiz. Xo'sh, mana bu yerdan добавить пустой. Aytgancha, eslatib o'tish esimdan chiqibdi. Siz bu Google formadan foydalanish uchun Google akkauntiga ega bo'lishingiz kerak. Agar siz Google akkauntingiz bo'lmasa, kanalimizda elektron pochta ochish degan video bor. O'sha videoni ko'rsangiz ham elektron pochta ochishingiz mumkin. Elektron pochta ochganingizda sizda Google akkaunt ham birgalikda ochilgan hisoblanadi. Hop, pustoy fayl bosaman. Mana bu yerda новый forma. Formani nomini yozamiz. Kanal haqida so'rovnoma. Endi o'zimni kanalim haqida so'rovnoma olmoqchi bo'lyapman. Shu video bahona. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozgina vaqtingizni ayamasdan kanal haqida so'rovnomada ishtirok etsangiz juda xursand bo'lar edik, deyapmiz. Birinchi savol, mana shu yerda birinchi savol yozamiz. O'zi birinchi savol qo'yilgan turibdi. Tak, sizning ismingiz majburiy emas. Majburiy emas deb yozib qo'yaylik yoniga. Majburiy yoki majburiy emasligini mana bu yerda обязательный вопрос yoki обязательный emas. Agar mana shu holatda tursa, bu majburiy emas bu savol. Bu yerdan birinchisiga tekstga qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerga odamlar o'zini ismini yozishi mumkin. Mana bu yerdan plusni bosib, добавить вопросni bosib yana qo'shimcha savol qo'shsak bo'ladi yoki bo'lmasa shuni nusxasini qo'ysak ham bo'ladi. Men hozir nusxasini qo'yaman. Ikkinchisiga sizning familiyangiz majburiy emas, bu ham shunaqa. Endi plusni bosaman, yangi qo'shimcha qo'shaman. Hop. Kanalimiz sizga yoqadimi degan savol qo'yamiz. Degan savol. Bu yerdan almashtiramiz endi buni. Xo'sh. Setka множества. Setka flajok. Mana bu yerdan setka множествоni qo'yaman. Shkala qo'yamiz. Shkala. Bu yerdan 1 dan 5 gacha, 1 dan 10 gacha qo'yamiz. Birinchisiga yoqmaydi. Umuman yoqmasa 1 qo'ysa bo'ladi. Agar yoqadigan bo'lsa juda yoqadi. Odamlar shu 1 dan 10 gacha baholaydi buni. Buni belgilash shart qilib qo'yamiz. Endi plusni bosamiz yana navbatdagisiga. Xo'sh, один из списка. Bu yerda qo'yamiz jinsingiz. So'rab qo'ydik. Erkak, ayol. Jinsini tanlash talab qilinadi. Plusni bosaman. Endi несколько из список. Bu yerdan siz qaysi sohada ishlaysiz? Bunday qilaylik. Qaysi mavzuda video tayyorlashimizni deylik. Tayyorlashimizni xohlaysiz. Hop. Telegram. Ikkinchi variantni yana yozamiz. YouTube. PHP, CSS,
Misol uchun shunaqa mavzularda video tayyorlashimiz xohlasa, kim shu belgilab qo'yish mumkin. Misol uchun ham YouTube ham PHP haqida videolar tayyorlashimiz xohlasa, ikkalasini ham foydalanuvchi belgilashi mumkin bo'ladi. Neskolka iz spiskdan. Ro'yxatdan bir nechtasini tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin bularda birortasiga javob berish shart. Qo'yib qo'yamiz. Shart bo'lishi kerak bo'lsa. Xo'p. Bo'ldi. Keyin yana bitta variant qo'shamiz. Qaysi variantni ko'rsatmadim. Xo'p. Раскрывает список. Bu yerda ro'yxatdan birortasini tanlaydi. Qaysi soha vakilisiz deb qo'yamiz. Qaysi soha, qaysi kasb egasisiz deylik. Shunaqa savol qo'yamiz. Misol uchun shofyor IT mutaxassisi, shifokor, o'qituvchi, talaba, hammasi shuning ichida bo'ladi. Yoki boshqa. Endi bu yerda bo'lmasa boshqani tanlab qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa qilib so'rovnomani yaratish mumkin. Hop. Savollarni import qilish mumkin ekan. Boshqa bir testdan import qilib olib kelsangiz ham bo'ladi. Добавить название и описание. Mana bu yerdan rasm qo'shish bor ekan. Rasm qo'shishni bosib, fotoni bosamiz. Google Disk. Mana rasm bor ekan. Shu rasmni tanlaymiz. Вставить. Bu rasm bu yerga qo'yildi. Xo'p. Yuqoridagi rasmni almashtirishni ko'ramiz hozir. Yuqoridagi rasm. Настроить тему. Выбор изображения. Bu yerdan almashtirilar ekan rasm. Hop, bu yerdan rasmni tanladik, вставить qildik. Rasmning o'lchamini belgilaymiz. Keraklicha surishingiz mumkin. Hozircha menga mana shu ma'qul, готово. Rasmni bu yerga qo'yganimizdan keyin yuqorida rasm ko'rinishi kerak. Mana yuqorida rasm ko'rinyapti. Siz o'zingizni mana shu yerga to'g'ri keladigan rasmingizni qo'yasiz. Prosmotr qilib, testni qanaqa ko'rinishini, so'rovnoma qanaqa ko'rinishini bir ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu majburiy bo'lgan maydonga обязательно degan yozib turibdi mana. Qizilcha bu. Pastda rasm qo'shganimiz oddiy rasm bo'lib qo'yilib qolibdi. Pastdagi rasmni udalить qilib tashlaymiz. O'chirdik. Endi prosmotr qilamiz yana. Mana yuqorida rasm bo'ldi, mana shunday tugayapti. Foydalanuvchi kerakli ma'lumotlarni yozadi. Kanalni misol uchun yoqmaydi yoki yoqadi, juda yoqadi, yo bo'lmasa o'rtacha belgilaydi. Jinsini, kerakli ma'lumotlarni kiritib, bu yerdan qaysi sohada ishlaydigan bo'lsa, boshqa yoki bo'lmasa shifokor, shofyor, shularni tanlab отправить tugmasini bosadi. Undan keyin foydalanuvchilar yuborgan javoblarni siz mana bu yerdan ответы bo'limidan ko'rishingiz mumkin. Ответы bo'limidan jadval ko'rinishida, Excel ko'rinishida olishingiz ham mumkin. Har bir foydalanuvchi xabar yuborgan paytda elektron pochtangizga xabar keladigan qilishingiz mumkin. Variantlarni saqlash, variantlarni Excel faylda, CSV faylda saqlashingiz mumkin. Excel dasturi ochadi buni, ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin adres elektron pochta orqali kirish majburiy qilib qo'yishingiz mumkin. Elektron pochtasi bilan kirishi shart bo'ladi. Olasangiz buni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu tartibda qilinadi. Keyin bu yerdan siz testingiz tayyor bo'lganidan keyin отправить tugmasini bosasiz. Xohlasangiz bironta foydalanuvchiga elektron pochtasiga yuboring. Xohlasangiz mana bunday manzilini yuborasiz. Telegramdan, birorta ijtimoiy tarmoqdan ham yuborsangiz, foydalanuvchilar o'zi so'rovnomada ishtirok etishi mumkin. Agar mana bu yerda korotkий URL qo'yadigan bo'lsangiz,
sizga qisqaroq manzil beradi. Buni kopiya qilib olasiz, kopировать. Kopiya qilindi. Ana endi o'zimizni Telegram kanalimizga xabarni yuborishga harakat qilamiz.